Qara Uyg'urlar 1-bölüm. Allah insonni shu qadar aziz yaratgan ekan. Shu jonni azizlamagan bandalarini Allohmo kechirmaydi ekan. Ana qarang. Zolimlarning qilichi ostida qonga milinib yetibmi, ashaddiy dushmaniga bir musht atalmagan yaramas Uyg'urlarning holati Allohning g'azabini qo'zg'atdi. Bir insonning nomiga dog' selishdan boshqa yaramaydigan diasporadagi lalma Uyg'urlarning hozirgidek jirginishlik holatiga o'zimi ishonmay qolgan yaratquchi bu ishni boshqa bir yo'l bilan sinab beqishni loyiq tepibdi. Chunki Allohmi o'zining Uyg'urlarni bu qadar yaramas yaratib qolganligiga hayrona ekan. Afrikaning janubida yashaydigan bir kichik qabila bor bo'lib, Yovalar deb ataladi ekan. Aholisi taxminan 300 ming atrofida bo'lib, zamonning ushqandek taraqqiy qilganiga baxmay, yanala qo'llariga nayza ori elib, o'rmon jangallarda ovlash bilan jon boqadi ekan. Hatto zamonga loyiq kiyinishni ham bilmaydi ekan. Birli yeri qaloq bo'lsa-mu jasur, өр yashaydi ekan. Allah ana shu qabila orqali Uyg'urlarni bir sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Va hozir Uyg'urning beshiga kelayotgan kulfatlarni to'liqi bilan Yovalarning qalbiga sapdi. Ajoyib ish. Ovdan herib kelib, nayza orlarini quchoqlab uxlab qolgan Yovalar әтісі бірділла Uyg'ur bo'lib uyg'onibdi. Allah karomat. Ular tünügün keşilla o'tqosh atrofida usul o'ynab naqshi aytib, o'zlarining o'ljilardan toza huzur elib, tatliqqina uxlab qolgan ekan. Mana bugun xuddi yuraklari mixliq zanjirlarda mujilgandek, inson qabul qilolmag'idek bir eg'ir azobda uyg'onibdi. Atrofni shig'izori besibdi. Ba'zilarining yurak azobidan jon berganligi ma'lum bo'ldi. Uyg'urning yuzlarcha yillardan beri chekayotgan inson qabul qilolmag'idek azoblari azaldan hur yashab kelgan bu qabiladagilarning tomurlariga singdirilgach, ular tuyuqsiz kelgan bu hisdan nafas ololmay qoldi. Qaysinglar ba? Kapsidan chachrab chiqqan qabila beshi atrofga qarab g'azab bilan vaqirabdi. Uning shir kabi guykirishi hammaning diqqatini tortibdi va asta-asta uning atrofiga jam bo'ldi. Mushavirlar darhol jam bo'lsin. Jiddiy muzokaramiz bor, debdi u. Mushavirlar jam bo'ldi. Kechadan hech uxlay olmadim. Osmon o'rilib ustimga tushdi. Nafas ololmay jon bergili tos qoptiman. Attigan qarsam atrofni jig'izora va musibat besibdi. Darhol chorasini qilishimiz kerak, deb xitob qildi qabila beshi. Bu ahvol hammamizda ko'rildi bosh, debdi bosh mushavir. Biz Uyg'urlarga kelayotgan zulm agar yana shu ravishda davom qilsa, hammamizning nafsimiz bo'g'ilib o'lib ketishimiz muqarrar. Yovalar bosh mushavirning og'zidan biz Uyg'urlar degan so'z shu qadar tabiiy va ravon chiqibdiki, Allohning karomati bilan hammaydan boshlanish deb uning so'ziga qo'shilganligini bildiribdi. Darhol bir chorasini qilishimiz kerak. O'limni kutib yetish bizdek bir jasur millatga yarashmaydi, deb xitob qildi qabila beshi. Muzokaralar uzun davom qildi.
bütün dünyadaki Uyg'urlarning ahvoli atrofli tahlil qilinibdi. Bizning masalamiz oldi bilan o'zimizdagi yaramaslikdandir, deb xulosa so'z qilibdi bosh mushavir. Dushmanni bir yoqqa qayirib qo'yib, bir-birimizga nayzi bo'lib sanjilayversak, bizning tarix sahnidan yo'qolishimiz muqarrardir. Buningdagi asosli sabablarning biri dushmanning oramizga o'z ishlarini bosh qilib tiqib, kuchimizni bo'lib, har kunimizni bir-birimizni talash bilan o'tkazadigan holga akilib qo'yganida, debdi bir oqsoqol mushavir. Yevropa, Amerika, O'rta Osiyo va Turkiyadagi Uyg'urlarimiz qulluq idisiga ko'nib qolgan. Ularni oldimoq to'lamasan. Xitoy bir ishtini Uyg'ur qahramoni qilib tasvirlab tillab qo'ysalar, boshlarini yerga urib sajda qilishga oralli turadi. Muhimi, atalmış yetakchilarning millatga ochiq-oshkora osiylik qilayotganini ko'rib turibmi, hech nima ko'rmagandek beshini ichiga tiqib, lalmishdek yashayverdi. Ulardan qandaqmi umid kutgili bo'lsin? To'g'ri, debdi yana bir mushavir bo'g'iq ovozda. Suv beshidan loy bo'lg'ach, millatimiz yo'qolish yo'lida o'yin-tinsiz davom qilmoqda. Tarixdan takrorlanib kelayotgan ahmoqona xatoliklarga xotima bermay turib, dodlashib ketgan Uyg'ur ideyasida bir farqirash hosil qilmay turib, insoniyat madaniyatiga shonliq to'kpilarni qo'shgan ulug' millatimizni halokat girdovidan qutuldirg'ili bo'lmaydi. Buning uchun biz Uyg'urning to'mirida o'lgan Oğuzxon ruhini qayta jonlantirib, g'aflat bosgan bu millatni jiddiy uyg'otishimiz kerak. Hamma degidek mush ohangda fikr bayon qilishibdi. Xulosa so'zi yana qabila beshiga keldi. Bugun yaxshi fikrlar berildi. Hozir quruq nazariya vaqti emas. G'aflat bosgan, yuraksiz qolgan, yaramaslar orasidan dahi izlab, har kunini turli guruhlarda quruq safsat setish bilan o'tkazayotgan millatimizning yaramas holatiga uzil-kesil xotima berishimiz kerak. Bo'lmasa, Uyg'urlik nomimizga, jumladan insonlik sifatimizga haqorat qilgan bo'lamiz. Buning uchun jiddiy harakatga o'tishimiz kerak. Bu yangidan Uyg'ur bo'lib to'ralgan jasur qora Uyg'urlar 2 kunlik jiddiy munozirdan keyin tuvandagidek qaror elibdi. Birinchi, millatni qaymoqtirib, tuyuq yo'lga boshlab jon beqiyotgan Vankatib boshliq mal'unlardan eng az 5 munofiqni darhol o'ltirish lozim. Bo'lmasa, ozg'an millat ana shu lalmalarning og'ziga qarab o'z halokatiga yo'lni davom qiladi. Ikkinchi, munofiqlar yig'ishtirilgandan keyin darhol bir milliy markazni shakllantirish va milliy mustaqillikni birdan-bir nishon qilib, xalqaroning qo'llashini jiddiy qo'lga keltirish lozim. Bu Xitoy nejislari dunyoning dushmaniga aylangan bugungi kunda tamamen mümkün bir iş. Üçüncü, Uyg'urlar arasida Xitoy oshiqligiga qat'iy xotima berish kerak. Kimdi-kim yana Xitoyni ulug'lasa, Xitoydan ayrilolmaslik ideyasini targ'ib qilsa, hech ikkilanmasdan ujuq turish lozim. To'rtinchi, har bir Uyg'urni safarbar qilib, dunyoning hamma yerda lalmishdek so'qildab yurgan Xitoy amaldorlariga ajallik zarba berish kerak. Xitoyning eng qo'rqadigini mana shudir. O'z onang va singlingga haqorat qilgan nejis Xitoyga ajallik zarba bera olsang, ondan inson sanalasan. 5. Bir Xitoyning burnini qanatmay turib, nomimiz terrorist. Mantining pulini, mantini yeb, ondan to'lash kerak.
milliy ozodlik uchun qo'lidan Kalashnikovni tushirmay turibmi, Nobel tinchlik mukofoti olgan donliq terrorist Yasir Arafatni ulgilishimiz kerak. Xitoydan qonga qon, jonga jon elishimiz kerak. Ishonimizki, dunyo haqqoniyat tarafdadir. Va hokazolar, va hokazolar. Qora Uyg'urlar jiddiy harakatga o'tibdi. Biz ishlagan videoga qiziqgan do'stlarning samiga. O'sha yaqindan az bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib, men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avatib bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qolay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulini bilgan qisqacha so'zlab ko'rsam, bu nimani ochgandan keyin, YouTube'ni ochgandan keyin, YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin, bu nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izlaydigan yerga kirib, ismimni yozsanglar da bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi, ismim to'g'risi, birisi uyini to'qabdi. Umid degani bossanglar, meniki nimam chiqadi. Ya'ni YouTube'dagi kanalim chiqadi. Men ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni tepishga qolay bo'lsin uchun mushaga jo'g'lab qo'ydim videolarni. Bu yerda mana bu J belgisi yoki ismimni cheksanglar, meniki to'rbetim, YouTube to'rbetim ochildi. Bununla dikkat qilsanglar bir qancha sahifa bor. Masalan, eng yangi ishlangan videolar shu to'rtida bor. Masalan, Varis Muallim bilan ishlangan tarixga oid videolarimiz shu yerda bor. Bununla boshqa temalar aralashib qoladi ba'zida. Onun uchun ko'pchilikning ayrim temalarda biz ishlagan videolarni tepish qulay bo'lish uchun, masalan, tariximizga nazar degan temada maxsus shu Varis Muallim bilan ishlagan videolarni mishaga jo'g'lab qo'ydim. Bu yerda ko'rinigini 5, agar davoman desanglar, mana bossanglar, uni oxir chiqadi. Hammasi play all degani hammani qo'y deganini bossanglar, shu boshdan tortib, shu birinchi qismini tortib hozirgacha ishlangan qismlar hamsi to'liq qo'yildi. Undan boshqa bizning kanalimizda qani 240 yaqin video borki, hammasidagidek biz o'zimiz ishlagan videolar. Bularning ichida ba'zan masalan bir inqilobiy hikoyami bor, masalan Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan, YouTube'da tarqatmagan, WhatsApp'da tarqatgan, keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushunda izlab shurganlarmi borki, o'sha qarsanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ammo o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Va yoki boshdan hammani anglayman desanglar, oddiy play all hammani anglaydi deganni bossanglar, butun shu videoni, shu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Ama aslida boshqa masalan eng hozirgacha eng ko'p ko'rilgan videolar degandek nimalar temalar bor. Demakki, bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu yerga kirsanglar, shu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Undan boshqa agar bir yangi video ishlanib qolsa, darhol menga xabar kelsin desangiz, uni yo'lini bekma oson. Bu yerga kirib, mana subscribe, ya'ni abone bo'l degan yerni chekib qo'ysangiz, bundan keyin bizning kanalimizga yangi bir video yuklansa, sizga darhol uqtirish keladi. YouTube'ni ochsangizlar boshpatda ko'ra olasiz bu yangi qo'ygan videolarni. Bizim o ko'pchilikniki biz ishlagan videolarni ko'rish qolay bo'lish uchun bundan keyin muhim deb qaralgan videolarning hammasini shu kanalga qo'yib qo'yamiz. Shunga oddiy usul mishaga subscribe, ya'ni abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib avara bo'lmaysiz. Mishadillah hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmat ko'pchilikka.